Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar. Ko'pchilik so'rayotganda Volski vokzalida tekshirish qanaqa bo'lyapti? Ketishda ham bo'lyaptimi? Yo bo'lmasam faqat kirishda bo'lyaptimi deganlar uchun hozir vokzalga keldik. Mana Volski vokzali. Va Volski vokzalida ketishda hech qanaqa tekshirish bo'lmayapti. Faqatgina O'zbekistondan, shu Tojikistondan kelganda mana shu vokzalning ichida polностью tekshirib, hujjatlarni ko'rib, kimnidir shtrafga hattoki уже oxirgi 1-2 martalarda Joltidomga, ya'ni o'sha maxsus izolyatorga, spetspriyomnikka olib ketgan fuqarolar ham bo'ldi. Tojikiston fuqarolari ham bo'ldi, O'zbekiston fuqarolarini ham ko'rdik. Patent bilan yurgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz hammasi oldin joyida bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmayapti. O'tkazib qo'yaveradi. Agar hujjatlaringizda o'tgan muammo bo'lgan bo'lsa, qanaqadir maksimum shu 2000 rubl jarima yozadi. Shu 2000 rubl jarima bilan to'laysiz. O'sha na mesda shu yerning o'zida to'laysiz 2000 rubl jarimani. Ana undan keyin qo'yib yuboradi dash. O'sha mana shu yerda taksichilar turgan bo'ladi. Shoferlarimiz o'zimiz minib o'sha kim Voron, kim Moskva, kim Rostov, xullas to'rlarda Pesk hamma joyga shu ketaverasizlar. Самое главное, muhimi shu so'rayotganlar uchun Tojikiston poyezdida ham, O'zbekiston poyezdida ham ketishda normal, hech qanday tekshirishma bo'lgani yo'q. Sumkalaringizni lentadan qo'yib, o'tib ketaverasiz. Patenting qani, dokumenting qani deb tekshirmadi. Bugun Abitda ham o'tgan kungi O'zbekiston poyezdida ham kuzatib qo'ygandik yurtdoshlarimizni. Unda ham tekshirish bo'lmadi. Xuddi ham Volgogradda emas demoqchiman. Xullas, foydali bo'lgan deb umiddaman. Faqatgina kelishda biroz tekshirish, ketishda yo'q. Yangilik bo'lsa kanalda aytaman, obuna bo'lib qo'yasizlar, sog' salomat yuringlar.